Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. On la chante dans les Soğukluk kırmandım sırtqa. Bayandan yap öydürümde tazarttım ben bırak or. Onun için lağmanga ximir jığırıp koydum. Jığıra aldım mı, jığıramadım mı bilmeyim eşkılıp. Lağmanın ximirini jığadım dep oyladım. Hazır kirip soğukluk kılıp. Lağman ikman. Tünögün meysan etsem bir monca sayını çıkıp vaptım ha. Şu sayım işip qalğandı. Aşı sayba şunlaşqa bugün lağmanımını soğudupla. Aşı say bilen lağman qıp yayman degandek. Qahva içtim aras. Başta qahvarımını içip etip, onun için soğukluk kılıp, zaten öyümden etrafındaki pazarlarını arılıp degandek. Yasınıp, çıktay çık. Benim bu simiz kollarımga, güçlü kollarımga üzüklerini taksam yaraşmaydı. Ben üzükünü yeni aldım. Vikinglarning üzüki. Ben aldan qitim Kon şehrini aralab etip bir Vikinglarning ki narsalarni satadigan do'konga kirib shu üzükni ko'rib qilib shuni aldım. Men ximirni jug'ra oldimmi, jug'ramdimmi bilmayman, qaranglar. Bunda sert bir ximir jug'adim ish qilib. Hozir maylab buni mendaq piltilab, mendaq qilib qo'ydim. Bu birdam shu tinib turdi men kirgicha. Bo'lamdi, bo'lmamdi, hozir kirib yana vlog qilma. Lag'ma etkinlikni ko'rsizlar birdam turib. Odatda Talla bozoriga chiqsam, aldigan menda sumkalarim bor, shuni ilib olma. Ba'zi chaqda narsam jo'qib ketsa, bir harvoram bor, so'rab chiqadigan. Shu harvoramni sizlarga ko'rsatib qo'yman. U harvoramningki bir hikoyasi bor. Hozir shuni so'zlab berman hikoyasini. Ko'ringlarmi? Manda bir so'rab chiqadigan bir harvoram bor. Talla bozoriga chiq narsani ib qolsam, ikki chaqi bor. Bunda so'rayman danglar buni. Buni qanday odamlar ishlatadi danglar? Buni 60 yoshning yuqoridagi shvitlar Talla bozorlariga chiqsa, mushu harvosini so'rab chiqadi, qaranglar. Men doim ko'chaga chiqsam, shunda buvay-mumaylarni ko'rmancha, shunda harvosini so'rab chiqib so'zlik qildigan. Bu harvo bek sat harvochu. Men bek xo'sham yo'q bu harvo bilan. Shunlashqa o'zimga bir qasam qilayotgancha men burun men yo'q, men ashu 70-80 ga kirsammi, bunda harvoni hargiz ishlatmayman deb bir qasam qilib men Instagramimningki storiesiga chiqarib atgancha men bek inson bek baldur bir ishlag'uchi qasam berib bundaq qilasi bo'lmaydi ekan. Oxiriga kelgan chog'da 30 yoshdan eshibla qo'limga shunday qor uchib qoldi mana. Shunlashqa bek aldirab bir ishlarda qasam berib atmanglar jumonglar. Buni og'rimdagi sabab o'yimdan shu bozor bo'ldigan yerga mangsam 15 minutda bormanchu Talla bozoriga. Shunlashqa ba'zi jiq narsani ib qolsam sumkalarimni so'rab bek eg'ir to'yilib ketadi ekan 15 minut kelgacha. Shunlashqa shuni harvodan oldim. Yeni gerek to'xtaydi deb. Ya'ni qolaylik shunda pes qolaylik yaxshi harvo. Ketdik so'zliq qilmay.
Kördüңlarmı aldan qitim vlogimda ko'rganman ko'cha, qaliq, patqoqchilik ko'cha. Hozir ko'p bo'lib ketdi. Qiraqlar ishkim yo'q, taklifim bor. Nemirishimni bilmayman. Ma tortdan aldım hozir qahvarim bilan mush tortni yeyman. Qahvarimda yurak chiqarib berdi bugun. Bularning torti va kishi payqa o'xshaydi. Alohida. Bu nim torti desanglar bu sabzi torti. Sabzi aralashtirgan ichiga. Ma Denfangoni 249 kronga tushiribdi. Shundan alaymi birni. Uyimdagi svekshi ko'nrab ketdi. Ishiltayotganimga natija bo'lib ketdi. Denfangoni uyg'urcha nima deydi? Guruch dimlagach, guruch to'qibkisi. Vekshi o'zim ijod qilibman-da, ammo uyg'urcha deganni bildigan bolalar bo'lsa yozib qo'yinglar. Nima deydiganini o'rganib olay. Bayan dükkanı taza vlog koysam aparatimdeki çok tüget öç kaldıyım. Hazır kayıp geldim öyle. Ağa neslerimini közüp koyaysan ya. Bunda bir yani tobalaydan bunda bir nerse aldım. Pek öptükken ağı. Birisi battı benimki. O bek naçar. Bek naçarını evoktumenke şunlaşkan bağını aldım. Miyege sukuymenke danlar valla. Sukuyup miyeni bassam. Yani yerden su çıkırken ama o da yerden düşürürken onunki daha bir tobaları sarma. Pak zıplık geldiğinde. Şimdi şunu aldım epikten. Bununki mavi bir nimisini aldım yana. Bununki yerini aldım. Mavi yenfengonu aldım. Görüştümlüğüşünü aldım. Onunki azak sodlaklı da bir şey oldu. Ançımınca. Hazır ondan sonra lagmanını etip lagma yemem. Oh yeah! İsmi peyzop kaldı mı diyeyim xeylay? Bunda so'zsam mı? So'zlab ketadigan bo'pti, ko'ringlarmi? Xeyli yaxshi jug'aga o'xshayman, maximir nechimi? Ko'nglim inchik chiqyapti. Lag'man qilmayman, nima so'myan qo'rib yeyman. Gambian so'myan qo'ray, dingdon so'myanni qo'rsam yana bu cho'pni pishirib kesamdim yo kesib elib undan so'g' salamdim. Dingdon so'myan qilsam. Dingdon so'myanni nima deydi uyg'urchada? Marvoyit so'myan demda. Gambian so'myanni nima deydi uyg'urchada? Bu özüp git bardı-gu. Hatta jug'urib oldim bu xemirni. Özüp git bardı bu xemir. Bir yeri xata. Lagman, nimda tez seni etmek. Okay. You. Qanday laqma bo'ldi bu endi? Endi qanday qilma buni? Bunda qo'yib qo'ydim yerga, to'g'ri. Endi mantatay. Ay, buni tatqan bo'lmadi bu. O'zlab ketmasam shundoq mana. Okay. Endi Peytchat bir lagman etib etaman desam bu bekçi chinib qoldim-da, vlogimga chiqiraymi, chiqamaymi? Qattiq bir o'ylashay-ya. Tamoq etalaydigan obro'yimga bek ta'sir etib ketmasin, mabol tamoq etanmaydi kerak qolsin. Bekçi lagmanga ustidek chiqarmoqchidim, aslida tatmoqchidim. Sap bo'lsin sizlarga ko'z tetayam lagmanlarimni ko'rolami? Inchik tomlari tom. Shunda bir lagmanlarni etkit barmash qilib qaysinglar kelib lagman etib birsizlar? Qanday lagman bo'lib ketdi bu? Shunda lagman bo'lib ketdimna. Suyim qaynadi. Lagman emas, bu palmandirimni sevdaya suvga qanday bo'ldi ekan? Oh, xudo bu. Ay bu
Bu kamlaşmadı bu. Kanda kılmam ne? Kanda mesela sepakay suğa kanda buldukken. Oldu ya, lağman bu çıkırmışam da. Okey, nereden çatak çıktığını bildim. Ximirim mişmiş ximir bop kaptı. Bana pişti. Xili lağmandaki çıktı mı avucumu? Bu manda biz suyuqsalan bir somyan boldi mana. Somyandisi somyan emas, lağmandisi lağman emas. Mushunda bir narsa boldi ish qilib. Ama o'xshagan chiroy. Lağman etiman deb men oshxonamni vayron qilyaptim-ku. Nima bu? Nima qilayim qanchalik ma bu? Qachon yig'ishtirib bilmayamdi bularni. Rasmi bek. Lağman etish degan bir oson ish emas ekan. Lağman demayman buni, somyanmi demayman. Ish qilib ikkisining o'ttirsida bir nima bo'ldi ish qilib. Xili o'xshagan chiroy. Gerçi bek sert ko'ringani bilan payt o'xshabdi ta'mi. O'zimga o'zim tasalli berib ketay. O'xshamasmi? O'xshabdi. Qaranglar chiroyliligini. Nari o'xshamabdi? O'xshabdi. Lağmanlarni etalaydigan qanda bola bu? Kamyan somyalarni etadigan oltindek, marvoyitdek. Bir saat hazırdım ben aşkane. Amda lağman etemdim. Ya amda etmeymen. Beşimde yedim lağman et. Que s'est-il passé, mon Saint-Germain-des-Prés? Non, rien ne peut plus masquer tes yeux cernés. On te lumiérise, on te concertise, mais ton cœur si bas ne bat plus du bon côté. Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés? Toi qui m'as donné la main pour me trouver. Même tes fenêtres ouvertes sont closes. Qui a bien pu t'emmener? Un soir, il pleuvait, moi je te découvrais. Et je découvrais aussi tes nuits. L'amitié, l'amour et encore mieux que ça, un monde à moi. Dans ce monde où tu es passé, mon Saint-Germain-des-Prés. Ma jeunesse se perd, elle ne veut plus penser qu'il pleut sur la ville, qu'une fille titube et rentre avec sa solitude. Ma havani ko'ringlarmi? Ertaganning yoqi yomg'ir yig'ayotgan toki hozirgacha shunda simsim yomg'ir yig'ayotdi. Ertagan yoqi hech qilmadim. Uy tozalabdiman shu bugun dam olishimda.
Hazır muşu yağmurda men bir keçilik kögünü mağındım. Weekend Avrupada özününki After Hours Till Dawn degan naqsh keçilikini ötküzatdı. Tünügün Stockholm'a geldi. Tünügün tunji meydanına koydu. Tünügün yana tunji meydanına bilet alanmağaşqa bugün ikinci meydanına barmaqçı. Weekendninki bir neçe naqshlarını bek yaqtırıp anlayman. Daim içim pişip qalsa daim anlaydigan naqshlari bor. Şunlaşqa aşı naqshlarını bugün naq meydanda özünün konsertida anlap kelmoqchi. Tayyorligim bitdi. Yağmur yağayotqanda bir yazlıq pinjak kiyib aldım. Ma t-shirt kiyib alsam muzlab ketem demkin deb. Kech soat 10larda balkim temperatura tushib ketishi mumkin. Undan so'ng ketdik. Weekendjanninki, Weekendahunninki konsertini ko'rib kelmas. Adamlar jıqlığını ko'rdinglarmi? Metrodagi hammasi konsert qilmanganlar. Men keldim, Globen deganda keldim. Bu yerda konsertninki kiyim-kechaklarni sotib ekan. Hozir bir t-shirt oldim bu yerdan. Vallahi ben tekshirishdan o'tib kirdim hozir. Vi qayerda? Meniki kirish eg'izimni tepishim kerak hozir. Bilmayman nerligini kirish eg'izimninki. Chunki o'xshamagan kirish eg'izlardan kirdik-ya. Men V'ni tepishim kerak. Nari qoldi V. Topdim kirish eg'izini. V bana. Vallahi men keldim. Wow. Nima bu tuman bilan to'shib ketdi bunisi? Agar bir cho'ng bir oy baka, oldiga berib turish kerak. Oh my god, men kirdim. Yani baldır kirdim men. Ay. Biz mashinadan yenda turaylik. Wow. Yani aldiga ketdi men yerim turib ketdi. Miyada tursam weekendni ko'ralishim mumkin yaqinroq. Hozir men maydonga kirdim, texnik jiq balla kirib bo'lmabdi. Hamsi jiqlatlar ekan, men hozir berib bir pivo ilib. Wow, maykamni almashtirib oldim. Weekendninki ko'ginolarda yangi mayka oldim. Pivomni oldim. Oldiga berib turmiz endi. Men 1 soat bo'ldi kelyaptim men. babe.
pleasure from Tony. Everybody, I want to hear it. Yeah! Woo! Yeah! Do I make you want me? How do I make you fall from me? How do I make you love me? I'm bringing love so loudly. How do I make you love me? Yeah!
touch me. Take it, tight dog. Allah acayip konsept oldu. Vallahi ben tükeştim. Acının çıkıyor kaldı. Vakırıp avazdan çıkmaya hazır. Ben ıssap, terlep, kızırıp hayatımdaki acayip unutulmaz bir esime kaldırdım hayatımda. Yeah, weekend! I love you, weekend! I love you so much, weekend! Oh my god, I'm so fucking excited. So fucking excited.